Voy, men juda ham charchab ketdim. Voy, yotishga joy bo'lganda, va bu yoqqa qaranglar, qasr shekilli. Ichida odamlar bo'lishi mumkin. Kamon otaymi? Yo, ovozimni eshitib o'ldirishi mumkin. Sekin borish kerak oldiga. Qani sekin borakchi, orqaga qarakchi, hech kim yo'qmi? Qani kellaring yoraman, Bu yerda bitta tovuq bor ekan, mayli o'ldiramiz. Tovuqcha? Ha mayli, seni qoldiraman. Urib bo'lmayapti, o'ldirmoqchi edim. Ha mayli, onangni go'shini olding deyman. Bo'ldi. Xo'sh, bu yerlarni yaxshilab tekshirish kerak. Kompyuter bor ekan, rivojlangan ekan ular. Qani, bu yerda ham odam bo'lishi mumkin. Qani, yo'q. Bu yerda odamlar hali oxirgacha qurib bitkazmabdi. Tomi qolib ketibdi. Kompyuterlarni ko'ramiz, tekshiramiz. Bu yoqqa ko'rakchi, hujum qilib qolishlari mumkin. Kellaringiz ham yo'q, hech kim jo'ta. Nega bu yoq tashlab ketilgan? Qani, yana kirib ko'rakchi. Nega hech kim yo'q bu yerda? Ha mayli, yotib turaychi. Ertaga bir gap bo'lar. Mana nihoyat ertalab ham tushdi. Xo'sh, ko'chaga chiqib ko'raychi. Xo'sh. Bu yerda hech kim yo'q, har doimgidek. Kompyuter o'ynayman kamna. Kompyuter chiqaraychi. Buzib qo'ydim, hech kim sezmaydi. Dabdala bo'ldi. Ha mayli, bunisini ham shunday qilamiz. Bunisi dabdala bo'lib qoldi-ku. Xo'sh. Yerdan bitta loy olamiz. Buni buzamiz, loyni qo'yamiz va kompyuterni yasaymiz. Bo'ldi, hech kim sezmaydi. Bu yerda bitta mendan tashqari hech kim yo'q deb o'ylayman. Bu yerlarda ko'rdim, hech kim yo'q. Tashqariga chiqib ko'rayinda, bir ikkita sandiq kerak menga. Sandiq yasayinda. Shu sandiq kam edi-da menga. Mo'msam narsalarimni qayerga solaman? Hamma joyim musor bosib ketgan. Bir nima uchib o'tdimi? Yo'q, mayli. Vertakka kiramiz. Daraxt postini ochamiz. Sandiq yasaymiz. Va sandiqni qo'yamiz. Bu yerda esa kerasiz. Bu yerda hamma narsani buni qo'yamiz. Bu kerak, kamonni qo'yamiz, o'qni qo'yamiz, buni olamiz. Agarotlarni ham hamma joylari o'sib ketibdi. Agarotlarni ham tozalab qo'yish kerak. Bu yerda tozalash kerak. Qani, xullas, bu yerlarda men bir o'zim qolib ketdim. Bu yerga kelganimda hech kim yo'q edi. Bu joylar menga juda ham yoqdi. Bu yerlarda men umrbod qolmoqchi emasman. Chunki men o'zimni imperiyamni tuzishim kerak. Agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Yomg'ir yog'moqsan, qani ketdik. Ana kamni qoldi, sabzilarni ham tozalab oldim. Xo'sh, ekamiz sabzilarni, bu yoqqa sabzini ekamiz. Kartoshka ekamiz. Menga sabzi yoqadi, kartoshka ham yoqadi. Bular pishsa qovurib yeyishga ham yaxshi. Kartoshka ko'ray. Xo'sh. Ana ketdik joyga. O'tirib qoldim. Eshikni yopayin. Uyga kirayin. Sandiqqa narsalarimni qo'yayin-da. Hammasini qo'yish kerak. Bu ham kerak emas. Ovqat kerak. Ovqatni yeb olayin, non to'g'risi. Ko'chaga chiqayin-da. Eshikni yopayin. Bu yerda cho'kda cho'milmoqchiman. Yomg'irda ham cho'miladim. Yo-mayo. Bu yerda qaranglar. Qanaqa joy bo'lishi mumkin? Men tezroq narsalarimni olayin-da. Bu yerda zombilar, odamlar o'sha yerda yashinib o'tirishi mumkin. Joy menga ham juda ham qiziq. Eshik yopib qo'yayin. Yugurdik. Qani tushayin. Tush. Va qaranglar, bu yerda va olmoslarni qaranglar. Yo-mayo. Bu yerda yasaganlar vobshe boy ekan. Buni tezroq sindirib olish kerak. Sandiqga
Hamma olmozlarni olish kerak. Menga olmoz yoqadi. Hammaga ham yoqadi olmoz. Hamma olmozlarni olish kerak-da. Yo-mayo. Ana bularni kiyib olishim kerak. Ishtonni ham. Voy, yo-mayo, ey. Yo, kurka kerak bo'ladi. Qilish o'rniga va bichalash no'sti qo'shilgan ekan-ey. Bularni olish kerak. Xullas, men bu yerda yo'qman. Bu yerda meni yashirin to'lam, yashirin yil to'lam bo'ladi. Bu yerda ko'rinib qoladi. Bu yerda hech kim ko'rmaydigan qilish kerak. Mana shuni olaman-da. Buni sindiraman. Yaxshilab sindiraman, narvon sindiraman va loyda qo'yaman. Bo'ldi. Men ko'rmadim, hech kim ko'rmadi. Sizlar ham ko'rmadinglar. Ana endi uyga kirayinda sandiqga narsalarimni qo'yayin. Hamma narsani sandiqqa qo'yish kerak. Hamma narsani emas endi. Musur-pusur narsalarni qo'yish kerak. Xo'sh. Ana endi bu yerda eshitma yo'q. Ko'chaga chiqamiz. Bu yerda tekshirayinchi. Suv shubhali jo'ta. Bu yoqqa borayinchi. Yo. Ololmayman, nafasim ko'p. To'g'rirog'i pufakchalarim kam qoldi. Tezroq chiqib olishim kerak. Gapiraverib og'zim og'rib ketdi. Bu yerlarni sindirish kerak. Xo'sh. Buni qo'ysam chiqolmayman. Xo'sh, anamni qo'yaman. Ana endi uyimga borayin-da, dam olayin. Charchab ketdim men ham. Og'zim tinmadi bugun. Короче, hammalarga xayr. Короче, bu videoning ikkinchi qismi chiqadimi, yo'qmi? Bu sizlarga bog'liq. Agar 50 ta kanalimda 50 ta obunachiga erishsam, ana shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Bo'lsam xayr.